Mehribon va rahmdil Tangrim, bergan ne'matlaringga shukr. Xaloskor qirolimiz Edvardni, vatanimiz Angliyani o'z panohingda asra. Sevimli rafiqam, ajoyib ayol. Bolalarimni onasi Annani ruhini shod ayla. Oilamizni kuchli va mustahkam qil. Oramizdan mehr va oqibat ko'tarilmasin. Yaratgan Tangrim, bizlarga ikki dunyo saodatini ber. Amin. Bilaman, sizlarga bema'ni gaplar muhimroq. Shuning uchun gapimni qisqa qilaman. Ertaga oila a'zolari nomidan Fransiyadan Delacroix keladi. Bu katta ahamiyatga molik tashrif. Unda yaxshi ta'sirot qoldirishimiz kerak. Biz o'z manfaatimiz yo'lida juda ko'p xatolarga yo'l qo'yibmiz. Men nohaq ekanman. Huzurimni Sir Thomas Grey qabul qilishini so'rayman. Qadaq so'zi. Qo'shnim Richard Sir Thomas, ya'ni do'stim uchun. Do'stligimizni yanada mustahkamlash maqsadida qizing Eleanorning qo'lini o'g'lim Henryga so'rayman. Sir Thomasning barbekanini sen tufayli oldim. Endi orqali Tristonga bitta yo'l bor. U yer juda boy, biroq ojiz. Bu yerni oson bosib olishimiz mumkin. Lekin biz qishgacha armiyani to'plab olishimiz kerak. Keyingi torning tovushi mana bunday yangraydi. Meni onam arfani ilohiy chalg'u derdilar. Men 7 yoshimda arfa chalib, insonlarni sehrlay olaman deb o'ylardim. Bu biror narsani o'zgartirarmidi? Hech kim mukammal emas. Na ota, na qiz, va na yoru do'stlar. Eleanor, bir ish qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerakmidi? Jasperga qilgan muomalangni eshitib, seni bo'lmag'ur qizsan yoki telbalarcha oshiq bo'lgansan degan fikrga keldim. Jasper, bir aylanib kel. Biz gaplashib olishimiz kerak. U kishi bilan biz oldi-sotdini boshlaymiz. Sen narxni oshirasan, u esa rozi bo'lmaydi. Men sendan narxni tushirishingni iltimos qilaman. Sen esa yo'q deganday boshingni chayqatasan. Rosa bahslashganimizdan keyin men jahl qilib chiqib ketaman. Sen tug'ishgan jigarim bo'lganing uchun biroz narxni tushirasan. Keyin u albatta rozi bo'ladi. So'ngra biz dastlabki narxdan ancha baland narxda bitim tuzamiz. Shunda otamiz ham xursand bo'ladi. Hey! Qayoqqa shoshyapsizlar? Qaroqchilik qilish uchun bugun ajoyib kun. Yana qahramonlik qilaman deb o'ylama. Juda kam-ku. Unga til tekkiza ko'rmang. Bo'lmasa kallangiz ketadi. Iltimos, uni ham bering. Olinglar. Hammasini olinglar. Meledi, sizga umrbod qarzdorman. Pichoqchi, sizlarni bo'g'izlash uchunmi? Buni o'ylamabmiz, Meledi. Sizlar gap bilan ovora edilaring, to'g'rimi? Menga ber. U sizlarni laqillatib qochib ketishi hech gap emas. Ota, bermang. Uni yaxshi bilmaysiz. U siz o'ylaganchalik yomon odam emas. Siz haq ekansiz. Men xato qilibman. Otamga juda achinayapman. Ammo Goldali Genriga turmushga chiqmayman. Shuning uchun Covington Crossdan bosh olib ketyapman va hech qachon qaytmayman. Nimasi yaxshi? Onam nimani yaxshi ko'rardilar? Men bilaman, onam saxiy, go'zal ayol edilar, biroq ularga nima yoqar edi? Aytishga hojat yo'q. Bu atrofda hech kim Jon Marlins bilan aloqa qilishni xohlamaydi. Men Reed bilan gaplashdim. U donni yig'ishtirib olishga va'da berdi. Men unga shimoldagi dalaga o'tishni buyurdim. Bari tayyormi?
Otlar shay, qurol aslahalar joyida, ozuqalar g'amlandi, pullar tayyor. Men har doim senga o'xshagim kelardi. Seni qahramon Ritser deb o'ylardim. Senni qahramon va na Ritser ham emassan. Otamiz sha'niga dog' tushirding. Ha, dog' tushirding. Ketdik, uni qutqarish kerak. Seni qidirmagan yerim qolmadi. Keyin birdaniga oshxonada bo'lishing esimga tushib qoldi. Men nohaq ekanligimni aytgani keldim. Sen men o'ylagandek emas ekansan. To'g'ri tushun. Men har doim senga o'xshashni orzu qilardim. Seni o'rningda bo'lishni istardim. Aka, men g'alaba qozonib, otamga Ritser bo'la olishimni isbot qilib bermoqchi edim. Lekin sizlar bu haqda o'ylab ham ko'rmadilaring. Hammasi joyida. Qo'rqma. Mana buni ol. Sen bilan gaplashishim mumkin emas. Nega? Sen Greysan. Men ismimni o'zgartirishim mumkin. Meni yo'lga qanday hozirlik ko'rganimni bilasizlarmi? Safar oldidan men Rifning qizi bilan gaplashdim. Meni ketayotganimni eshitib qanday xafa bo'lganini tasavvur ham qila olmaysizlar. Hayronman. Nega unday qildi? Men albatta vijdonli xudojo'y sifatida ko'nglini ko'tarib dalda berishga harakat qildim. O'ylaymanki, ko'ngli taskin topdi. Janglarda qatnashganim yo'q. Oddiy oshpaz edim. Men otamga munosib o'g'il bo'lib qirol uchun kurashishni juda xohlardim. Shuning uchun jangga kirish kunlarini sabrsizlik bilan kutardim. O'sha kuni bir do'stim orqangga qara, dushman turibdi deb qichqirdi. Qayrilib qorniga qilich sanchdim. Yuzidan o'layotgani ma'lum edi. Yoshgina bola ekan. U o'limiga sira ishongisi kelmaganday qarab turardi. Joningni asrash uchun o'ldirdingmi? Buyam mayliga birdaniga yana o'ldirgim kelib qoldi. O'zimdan jirkanib ketdim.